to'g'ri ishlashi va uzoq muddat xizmat qilishi uchun undan to'g'ri foydalanish qoidalariga rioya qilish juda ham muhim. Quyidagi tavsiyalar orqali siz ehtimoliy nosozliklarning oldini olishingiz mumkin. Filtrlarni muntazam tozalash. Yog' va chang yig'ilishi motorga ortiqcha yuk beradi. Shuning uchun filtrlarni har oyda bir marta yuving. Ko'mir filtrlarini esa ishlatish davomiyligiga qarab almashtiring. Ishga tushirish tartibiga rioya qilish. Ovqat pishirishdan 2-3 daqiqa oldin dudburonni yoqing va pishirish tugagach ham bir necha daqiqa ishlatib qo'ying. Bu havodan yog' va hidlarni to'liq chiqarishga yordam beradi. Ortiqcha issiqlikdan asrang. Gaz yoki elektr konforka ustidagi o'ta yuqori harorat motor yoki plastik qismlarga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun dudburonni plitadan iloji boricha uzoqroq balandlikda o'rnatish va ishlatish tavsiya etiladi. Elektr ta'minotini tekshiring. Elektr kuchining keskin o'zgarishi motorni ishdan chiqarishi mumkin. Zarur bo'lsa, stabilizator o'rnating. Agar siz ushbu oddiy qoidalarga muntazam rioya qilsangiz, dudburoningiz sizga yillar davomida ishonchli xizmat qiladi, oshxonangizning havosini ham doimo toza saqlaydi. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.